Bugun sizlar bilan qulog'imiz ichidagi eng kichkina suyakchalarimiz kasalliklari, ya'ni otoskleroz kasalligi haqida gaplashamiz. Otoskleroz kasalligi nima? Otoskleroz kasalligi qulog'imiz ichidagi o'zangi suyagini ichki quloq, ya'ni avval oynaga yopishadigan joyiga tuzlar yig'ilish hisobiga harakatini cheklanishi kasalligi hisoblanadi va shuni hisobiga bemorlarimizda eshitish pasayishi yuzaga keladi va shovqin bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu kasallikka asosiy 3 ta turi mavjud bo'ladi. Birinchisi bu konduktiv, ikkinchisi aralash va uchinchisi sensornevral turi. Afsuski bu kasallikni dori-darmonlar bilan to'xtatish va davolash imkoniyati hozirgi kungacha aniqlanmagan. Va shuning uchun bu kasallikning eng yaxshi samarali usuli operatsiya hisoblanadi, ya'ni stapedoplastik operatsiyasi qilinadi. Lekin bu operatsiya faqatgina konduktiv yoki bo'lmasam aralash turida foyda beradi. Sensornevral yoki bo'lmasam operatsiyadan qo'rqadigan bemorlarimiz uchun quloqqa apparat taqish tavsiya beriladi. Agar sizlarga ushbu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying va shunaqa foydali ma'lumotlarga ega bo'lasiz.